Samarqand viloyat musiqali drama teatrida Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov madaniyat, san'at va adabiyot sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda sohadagi dolzarb masalalar, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda madaniy hayotni yanada rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar muhokama qilindi. Dastlabki lavhamiz ayni mavzuda. Ta'kidlash joizki, mazkur muloqot madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan e'tiborning amaliy ifodasidir. Yaqinda Prezidentimiz madaniyat, san'at va adabiyot sohasi vakillari bilan uchrashib, milliy madaniyatimizni asrab-avaylash, uni yangi bosqichga olib chiqish, ijodkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratgan edi. Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash, soha vakillarini taklif va tashabbuslarini o'rganish maqsadida tashkil etilgan uchrashuvda madaniyat muassasalari rahbarlari, teatr va san'at namoyandalari ishtirok etdi. Muloqot davomida madaniyat markazlari va teatrlar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, milliy san'atni keng targ'ib qilish, iste'dodli yoshlar uchun imkoniyatlar yaratish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, sohada uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari yuzasidan fikr almashildi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov o'z so'zida madaniyat va san'at jamiyat ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim kuch ekanini ta'kidlab, davlat rahbari tomonidan belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, ijod ahlini qo'llab-quvvatlash va sohani zamon talablari asosida rivojlantirish borasidagi ishlar izchil davom ettirilishini qayd etdi. Madaniyat va san'at sohasi vakillariga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Mana shulardan kelib chiqqan holda hurmatli prezidentimizning bizning madaniyat va san'at sohasiga berayotgan e'tiborlari bizlar uchun juda katta bir motivatsiya bo'lib xizmat qiladi va o'ylaymanki, albatta biz kelajakda mana shu e'tiborlarga labbay deb javob bergan holda o'quvchilarimizni xalqaro va respublika tanlovlariga olib chiqamiz albatta va ushbu Prezidentimizning qarorlarida ham respublika tanlovlarida g'olib bo'lgan o'quvchilarning ustozlariga ham 100 milliongacha mukofotlanishi, xalqaro nufuzli tanlovlarda ishtirok etgan o'quvchilarimiz, g'olib bo'lgan o'quvchilarning 300 milliongacha mukofotlar bilan taqdirlanishi bu albatta juda katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Bu kabi uchrashuvlar ijod ahli bilan muloqotni mustahkamlash, sohadagi dolzarb masalalarni joyida hal etishni ta'minlashga xizmat qiladi.